Demak, bizning ikkinchi masalamiz mana bu integrallash, bo'laklar integrallash masalasi. Bu bo'laklar integrallash qanday bilamiz? Mana shu masalada ko'p kichkinalarni buni o'zi eng sodda yo'l bilan aytamiz. Birinchi, san ana bu kasrda yo'y bo'lishing kerak. Kasr yo'yishni qanday bilamiz? Diqqat bilan qaraymiz. Demak, birinchi ana bu x + 2 bilamiz, qanday bilamiz? a taqsim x + 2 qo'shilgan b taqsim x + 3 barobarligimiz bilan nimaga teng bo'ladi? Bu qiymati x taqsim x + 2 x + 3 ga teng bo'ladi. Buni qiymati qaytib, men o'zi ana bu yerdan a bilan b ni o'zim uchun tanlab olishim kerak. Nimaga teng bo'lishini konkretni sonlar tanlab olishim kerak. Demak, qanday bo'ladi? Qaraymiz. Demak, ko'payadi. Bu maxraj beramiz. Bu tarafga qayta usulda ko'payadi. Qanday bo'ladi bizga? ax + 3 ta qo'shilgan b bilan ko'paysa qanday bo'ladi bizga? bx qo'shilgan 2 ta b barobar maxrajni qo'lda o'chiraman, x o'zini qo'ldiraman. X formulasi. Ana endi men aynan isbotlashim kerak. Demak, a x + bx teng x bo'lib turibdi. Demak, a + b teng 1 bo'ladi qiymati, chunki munozarat 1 bu. Ana bu yerga o'z sonlar yig'indisiga 3a + 2b teng ana bu yer 0 bu. Yozilmaydi, lekin 0 bu. Teng 0. Buni bizga qanday biladi demak qarang. Ana birinchi tenglarni hammasini bikir 3 ga ko'paytiraman. Qanday biladi? 3a + 3 ta b teng 3, 3a + 2 ta b teng 0. Teng 0. Ber 2 ta b. Demak, men bu tenglarni birdan ayolsam, b la hisob etadi, a la hisob etadi, b teng 3 bo'ladi. Demak, bizga b teng 3 bo'lsa, a teng -2 bo'ladi. Demak, qanaqa bo'ladi? Shuni ketib o'ynay qo'yasan demak. O'zim qarang. a ni -2 ni qo'ysam, -2 taqsim x + 2 deyman. Keyin b ni 3 qo'ysam, +3 taqsim x + 3 deyman. Ana endi bundan bitta mana qilishim kerak, degansa boshlang'ich olishim kerak. Qanday bo'ladi boshlang'ich olsam? Mana bu narsani boshlang'ichiga teng bo'ladi. Buni boshlang'ichi -2 ln x + 2 bo'ladi. Buni boshlang'ichi nima bo'ladi? +3 ln x + 3 bo'ladi. Ln bo'ladi. Naturalga kerak. Mana bunday bo'lgan senga javob bor. Eng konkretni bitta oson yo'li.